epey geleceğiz. 3 gün kelganlarda o'sha mana ko'mda lardoz, tifus, umurtqa qiyshaygan, ko'm operatsiya qilingan ketayotgan joylarda inshaalloh mana davolashni boshladik. Dezoperatsiya, xudo xolasa davolab beramiz. Chunki dezoperatsiya davolab berganimizdan keyin qanaqa o'zgarish bo'lganini xalqqa aytasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, bo'sh qo'yib yotaling. Düşerken yolu yanır, bir ışık ufukta, bir iz sessizce. Gece derin, kalbim değil, bir yol bitmeden. Rüzgar eser, isim vermez. Bir an, bir ömür. Gece yürür, ben izlerim. Sessiz, çok sessiz. Ay düşerken yolu yanır. Mana 3-chi kun mana. Yaxshi. Yaxshi, Xudo xolasa. Hech qanaqa operatsiya qildirmaymiz mana. Inshaalloh mana yana uzog'i 4 kun kelasiz inshaalloh. 10 kun qo'llarsiz yetasiz lijena qilaman aka. Men lijenamdan keyin shoshilish yo'q aka. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz aka. Sabr qilasiz, biz aytganini qilib turasiz aka. Xudo xolasa hech qanaqa operatsiyaga hojat yo'q aka. 4 kundan keyin qanaqa o'zgarishingiz bo'lganini mana xalqqa o'zingiz aytasiz aka. Biz mana shu polni umurtqa nervozni ishlaymiz, siz bu umurtqa qiyshayib deylarsiz. Yerlaringizdan qiyshayib ketgan. Men hozir polni beraman aka inshaalloh. Xudo xolasa. Bitta analiz beraman aka. Keyin o'sha barcha o'zgarish katta bo'ladi. Xudo xolasa aka. Sog' salomat bo'ling. Yaxshi